Toshkentga ketyapmiz taksida. Yonimda o'tirgan akaga shofir savol beryapti. Aka, nechta farzandingiz bor? Desa boyagi akam 5 ta qizim, 1 ta o'g'lim bor dedi. Shofir shunda kulib, "Oho, qizni nimaga buncha ko'paytirgansiz?" deganda, aka bir hayotida bo'lgan voqeani aytib beryapti-da. 4 ta qizim bor dedi. Ayolim 5-chisiga homilador bo'lib qoldi dedi. Endi Xudodan so'rab turibmiz, "Ey Allohim, o'g'il ber deb dedi. Allohdan so'rab turibmiz" dedi. Ayolim dedi, doktorga ketdi-da, tekshirtirib keldi dedi. Tekshirtirib keldi dedi, "Nasr yo'q. Nima bo'ldi?" desam, "Qiz ekan" deb aytdi dedi. Jahl ustida oldirasan. Kerak emas qiz bo'lsa, o'g'il bo'lsa tug'asan, qiz bo'lsa kerak emas. Men ham el xalqda ovqatini yuribman, to'yda yuribman, hashamida yuribman. Men ham o'g'lim bo'lishini xohlayman. Elga to'y berishni xohlayman deb dedi, oldirasan dedimda, jahl bilan ko'chaga chiqib ketdim dedi. Ko'chada aylandim, salgina o'zimga keldim, akamdan maslahat so'rash uchun akam uyiga bormoqchi bo'ldim dedi. Akam uyiga boraman deb dedi, bozorlik qildim dedi. 2 kilocha olma ham oldim dedi. Qo'shib dedi, 2 kilocha olma oldimda bordim dedi. Aka, eshik taqillatdim, akam ochdi dedi. Qo'limdan bozorliklar berdim. 5 yashar qizchasiga dedi, qo'limdagi dedi, olmani berdi. Paketi bilan olmani berdi. Qiz dedi, olmani yerga qo'ydi-da, ichidan 2 tasini oldi dedi. 2 tasini olib dedi, qo'liga olib o'ynab turdi. Otasi dedi, "Qizim, shu 2 ta olmangdan bittasini menga berasanmi?" deganda dedi. Qiz dedi, olmani bittasini tishladi dedi. Izidan dedi, ikkinchisini ham tishladi dedi. Akam dedi, yerga qarab dedi, xafa bo'lganini bildirmay jilmayib turgandi dedi. Qizi, "Dada, siz bunisini yeya qoling, bunisi shirinroq ekan" deb aytdi dedi. Shu gapni eshitdim dedi, ko'zimga yosh keldi dedi. Qiz bola shunchalar mehribon bo'lsa, qiz bola shunchalar rahmdil bo'lsa, men nimaga oldiraman debman. Nimaga deb dedi, eshikni og'zidan kirmasdan akamga hech narsa demasdan uyga yugurdim dedi. Uyga bordim dedi. Qarasam dedi, ayolim tappa tayyor turibdi, borib oldirishga dedi. "Yo'q, oldirmaysan. Tug'asan, nima bo'lsa bo'ldi. Qaysi tug'asan" deb aytdim dedi. Tug'di dedi, 5 ta qizli bo'ldim dedi. Allohga shukr, hammasi zo'r, qizlarim bir-biridan mehribon, ishdan kelsam dardimni oladi dedi. 2 yil o'tdi dedi, Alloh taolo dedi, o'g'il ham berdi. Allohga shukr, mana dedi. Yaxshi ham oldirmagan ekanmiz, yaxshi ham shu ishni qilmagan ekanmiz deb dedi. Ayolim bilan hozir dedi, xursand bo'lamiz, Allohga hamd aytamiz dedi. Shu aka gapini oxirida aytayapti, 10 ta qiz bo'lsa ham dedi, oldiraman demasi kerak ekan dedi. Nimaga dedi? O'g'il bola dedi, umraga yo hajga bilet olib berar ekan, yo bir dam olishga bilet olib berar ekan. Lekin qiz bola dedi, jannatga bilet olib berar ekan.